Bozor narxidan $800 arzoniga yangi Damas kelib qoldi. 2024. Zo'r holatda 4 yumshoq charxon balonlari bor. Mana isbot bilan bo'lsin. Chexoli zavodskiy poli solingan. Polida ham hali hamma yog'i bekiydigan, yaxshisidan solingan ekan. 9800 km yuribdi. 10 mingdan yurmagan hali mashina benzin. Polni shumka bo'lgan, keyin mana chekkalarni ana skotch bir narsalarni qilib chiroyli patologlargacha qilib olishdi. Shumkalar polni bo'lgan ekan. Mashina o'ta ham ideal holatda, hech qanaqa hozirgi kunda ishi yo'q. Mashinani olasizlar, minasizlar, hech qanaqa xarajat qilmaysizlar. Bitta metamin propan ham bo'ldi. Puli yangisini ko'rdim, 24 yangisi balon qo'yilmagan, hech nima shumka qilinmaganini. Xo'p, $7000 qo'yishyapti hozirgi kunda. Buni 6200 ga beraveramiz. Farg'ona viloyati Marlonda nomer video tagida nomerga aloqa chiqinglar. Akalar, mashina juda ham zo'r holatda olib me'yor edigan. Kraskasi bir 10-15%, 20% borib bormaydigan kraskasi bor ekan. Udari yo'q, oldi orqalari butun bemalol tekshirib olasizlar.